Hammaga assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Kech bo'lishiga qaramasdan bitta video qilay dedim. Srochno o'zim ham telefonimga ham keldi. Kecha ham o'zi chiqqandi, uspet olmay qoldim. Xorvatiyadagi ish bo'yicha O'zbekistondan ham kerak. O'zbekistondan bundan oldingi videoga aytib o'tganman. Imkon boricha hammaga yozishga ответini berishga harakat qilyapman. Fizически ulgurmayman. Juda ham ko'pchilik yozgan akalar, to'g'ri tushunasizlar bu narsani. Xudo xolasa hali to'lmadi joy. O'sha Xorvatiyadagi o'sha armatura, apalavka o'sha soha bo'yicha g'isht terish o'sha sohalar bo'yicha hali to'lmadi. Hammani gaplashib nima qilib chiqyapman. Bugungi videoda esa xudo xolasa shu Xorvatiyani o'zida yurganlar bo'lsa, g'isht teradigan 4 kishi kerak. 4 ta g'isht teradigan master, yoniga bo'lsa bitta yoki ikkita pomoshnik. Shunday ish Sisak degan shaharda dokumentlar qilib beradi. Endi dokumentlar holatiga bog'liq. Nelegal bo'lib o'tkazib o'rgan bo'lsanglar, mayli aloqaga chiqinglar. So'rab ko'raman, o'shalarda ham qilish imkoni bo'lsa, advokat pul beradi, yana kimlardir shug'ullanadi, xullas bosh og'riq ko'p bo'lgan. Iloji boricha nelegal yurmanglar akalar. So'rab ko'raman, qo'ldan kelgancha yordam beramiz unga ham. Keyin yotoq joyini beradi, pitaniya bermaydi faqat. Ish soati kuniga 10 soat, 250 soatgacha farq ish bo'lyapti, deyapti. Bu serbiyalik o'zi, asli Ismet ismi. Nima yana? Soatiga to'laydigan anaqasi 6 yevrodan 8 yevrogacha beraman deyapti. Ishiga ko'rib, ishi qanday ishlashiga qarab, o'shanga qarab beraman deyapti. Faqat realni akalar borib ishlamoqchi bo'lganlar, menga yozgan 70 kishi yozgan akalar ichidan topolmayapman. O'zim 1000 ta Telegram kontakt bo'lib ketgan, topolmayapman. Agarda ichinglarda realni o'sha Xorvatiyada yurgan, legalni yurgan bo'lsalar yaxshiroq bo'lardi. G'isht terishni biladigan, zidara g'isht terishni biladigan masterlar bo'lsa, keyin ikkita pomoshnik bo'lsa ham bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, ishni tushuntirib, yo'naltirib, hammasini nima qilib beradi. Ish Sisak degan shaharda 6 yevrodan boshlanadi soatiga akalar. Keyin asta-sekin ko'tarib borilaveradi. Dokumentlar imkon boricha qilib beradi baribir. Shunaqa. Oylik har oyda 15 ga beraman Farruh deyapti. Shu, faqat borib o'sha ishni ko'rsatish kerak. Ish tayin, yotog'i, hamma joyi tayin shu. Aloqaga chiqinglar, niyati jiddiy odamlar, xizmat pullik обязательно akalar. Oylikdan, poylikdan degan narsa yo'q. Ko'pchilik aldab ketyapti. To'g'risida gapni ochig'i. Xizmatimni beringlar, 200 mi, 300 mi yevroda qancha anaqa bo'ladi. Xizmatimni beringlar, men tayinli ishni sizlarga yo'naltirib qo'yaman. Bo'ldi, akalar, boshqa narsa yo'q. Ya'ni bir xilla oylikdan beray, undan beray deb ko'p aldab ketdi meni. Bu oylikdan poylikdan o'rtada turibman, sizlarga soqqali pullik ishni topib beryapman, tayinli joy topib beryapman. Shunga yarasha meni ham o'sha topib bergan odamni ham rozi qilish kerak, akalar. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Shu videoni ish qidirib yurgan odamlarga tashlab qo'yinglar. Haqiqatan g'isht teradigan master bo'lishinglar kerak. Yoninglarga bitta podsomnik olsanglar ham bo'ladi. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin.